Cobalt mashinamizga sizlar bilan birga mana shunaqa bagaj knopkali sudatchi qo'yishni o'rganamiz hozir. Hammasini ko'rsatib ketamiz. Bagaj knopkamizda mana qaranglar. Mana bu ko'kimizda sudatchiga ketadi, impuls. Mana bu qizilimiz через zamok bo'ladi, qora massa bo'ladi. Bu yoqqa bitta primoy plus bilan bitta chiqishga qaytarib olib ketiladi sim. Shunda общий hisobda 5 ta sim kerak bo'ladi. Plasmasimizni yechib oldik. Ikkita samarizini bo'shatib, knopkamizni qotirib olamiz. Knopkamizni o'rnatib, simlarni pastga tushirib oldik. Massani shu yerda o'zida qoldiramiz biz. Agar xohlasanglar uni ham pastga olib tushib ketsanglar bo'ladi. Simlar chiqib turibdi. Bu yoqda JMZ lentalar qilib olib o'tilgan. Hozir past tarafni ham ko'rsatamiz. Zamokka biz farani kulchatilidan olamiz. Kontrolga qo'yganinglar yaxshi. Kontrolkada tekshiramiz. Mana через zamok bor, mana shu yerda olib tushib ulab ketamiz. Keyingi simimizni bagajga primo plus bilan bagaj ochishi BSM jigarang stekeridan olamiz. Yashil sim bilan. Bu yoqda qizil simimiz bor. Mana shundan plus olamiz. Chiqishi mana shu yashil simga berib yuboramiz. Oyog'ini ko'rib olinglar. Mana yashil sim. Simning rangi o'zgarishi mumkin mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 1, 2, 3 ikkalasini mana o'rtasida ko'rib olinglar. Eng glavniy joyi kapot qismi olib chiqish. Biz teshib olib chiqamiz. Simni bitta plasmas bor. Shu plasmasni teshib bitta sim o'tadigan qobut ketamiz. Sababi mana rezinka orqali issiq havo salonga uradigan qoladi yechgandan keyin. Shuning uchun men bitta teshib bemalol sim olib ketsak bo'ladi. O'zi yumshoqqina plasmas mana. Bitta teshib bo'ladi. Simimiz jemizalaridan tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqqanimizda galovkaning yon tomoni sudatchi bo'ladi. Sudatchida ikkita sim bor mana. Biz mana shuni yashiliga ulaymiz. Mashinamiz tayyor bo'ldi, xudo xolisa. Kalit olib bismillah. Start qilamiz. Sudatchi ishlashni boshladi.